yashirib yurganim olib keldim. Bu ishlab chiqarish eng yaxshi daromad manbaiga kirib qoldi. Endi qo'ylarni yaxshi semirish uchun, immunitetini baquvvat qilish uchun nimalar vitaminlaringiz, tavsiyalaringiz bor sog'lom bo'lish uchun? Aka sizga bitta yashirib yurganim olib keldim. Mana immunitet baza. Immunitet baza qilinadi, immunitetni ko'taradi, ishtahalarini ochadi, virusli kasalliklarga yengishda yordam beradi. Bunga qo'shimcha mana Body Force oqsil preparati, tabiiy oqsillardan buni qilsa semirtirib, yeganini yaxshi hazm qilib o'ziga oladi. Endi Body Force'da bitta gap, mana masalan men ko'chada yuraman, bozorlarda, men obunachilarimdan Body Force'ni qanaqa qilishni siz tavsiya o'rgatib keting. Hozir qarang. Bu maslinli ekanda, buni siz shuni aytib o'tib ketingki, bu maslinlini qilgandan keyin tarqash kerak. Uning uchun issiq suvga, qaynoq suvga solinadi. Ana shuni o'rgatib keting siz. Qaynoq suvga solinadi. Bir 3 daqiqacha kutilgan o'zi suyuq holatga keladi. Eriganda go'shtga qilsa ham bo'ladi, lekin bizning tavsiyamiz teri ostiga, bo'yinga, teri ostiga qilinglar. Buni sovuqcha qilib qo'yadi, keyin tarqash qiyin bo'ladi. Issiq suvga, qaynoq suvga solinadi. Ana shuni aytib o'tib keting. Mana bir narsa aka, sizni hamma ko'pchilik kuzatyapti. Podpiskani unutmanglar. Podpiskani, rahmat.